Distributorning puli ko'pincha atigi 3 ta joyda muzlanib yotadi. Eng asosiysi aynan 3-chisi. Birinchisi ombordagi ortiqcha qoldiq. Tovar bor, lekin sekin sotilyapti yoki umuman sotilmayapti. Ikkinchisi mijozlar qarzdorligi. Tovar ketgan, lekin puli hali ham qaytmagan. Uchinchisi asosiysi nuqtalardagi noto'g'ri assortiment va polka nazoratining sustligi yoki yo'qligi. Bir do'konda keraksiz tovar to'lib turadi, boshqasida esa aynan kerakli tovar yo'q bo'ladi. Shu payt xaridor sizni kutib turmaydi, raqobatchining mahsulotini sotib olib ketadi. Eng xavflisi bu yo'qotishlar har doim ham darrov sizga ko'rinmaydi, lekin aynan shu 3 ta nuqta aylanma mablag'ini sekinlashtiradi va foydani umuman yutib yuboradi. Linkoda bu muammolarning har biri uchun alohida yechimlar bor. Biz sizga ombor qoldig'ini nazorat qilish, debitorlar qarzdorligini kuzatish va nuqtalardagi to'g'ri assortimentda hamda polka nazoratini ta'minlashga yordam beramiz. Demo versiyani olish uchun izohlarda SFA deb yozib qoldiring yoki bizga aloqaga chiqing.